Yuzingizda dog' tushgan joyga qarab, ichki organlaringiz haqida ma'lumot olish mumkinligini eshitganmisiz? Bu face mapping deyiladi, ya'ni yuz xaritasi. Keling birgalikda qaysi joy nimaga ishora berishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Peshonadagi dog'lar bu sizda stress yoki ichaklarda muammo borligini bildiradi. Nerv va hazm tizimiga e'tiborli bo'lish lozim. Qosh o'rtasidagi yoki peshonani pastki qismidagi dog'lar aynan jigaringiz signal berayotganligi haqida ogohlantiradi. Yog'li, achchiq, sho'r, tez tayyor bo'ladigan taomlar va har xil dori vositalarini kamaytirishingiz kerak bo'ladi. Ko'z osti qora dog'lar buyrakda charchoq, suvsizlik, uyqusizlikni anglatadi. Kam uxlash va suv kam ichish aynan shu joyda aks etadi. Yon tomondagi dog'lar, ya'ni yuzingiz ikki yonidagi dog'lar bu o'pkalarga bog'liq. Tamaki, allergiya va havo iflosligi aynan shu joylarda aks etadi. Burun ustida qizarish va har xil dog'lar aynan sizni yurak qon tomirlaringizda muammo borligini anglatadi. Qon bosimi yuqori bo'lsa yoki xolesterin oshib ketgan bo'lsa, aynan shu joyda aks etadi. Jag' atrofidagi dog'lar va qorayishlar bu gormonlar, tuxumdonlar va hayz vaqtidagi disbalanslar bilan juda ham bog'liq. Ayollarda PMS vaqtida aynan shu joyda ugrilar ko'payadi va ugrilardan har xil dog'lar qoladi. Face mapping bu shunchaki kosmetik go'zallik emas, balki siz organizmingizni yuzingizdagi har xil muammolar bilan bog'liqligini anglatadi. Shuni bilingki, sizni yuzingizdagi yoki teringizdagi har bir muammo bu sizni organlaringizni sizga berayotgan signali bo'ladi. Shuning uchun doim o'zingizga e'tiborli bo'ling. Ham ichki, ham tashqi parvarish har bir ayol uchun juda ham muhim. Agar siz ham yuzingizda aniq dog'lar paydo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Aynan nima sabab tushishi mumkinligini birgalikda ko'rib chiqamiz.